Avvalambor assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Muborak umra ziyoratiga borishni niyat qilib qo'ygan bo'lsa, mana shu oyda Ramazondan keyin mart oyi oxirigacha reyslar yana qayta qo'yilgan. Vodiydan va Toshkentdan deyarli har kuni reys bo'layotgan. Hozirda o'zini albatta shaxsiy o'zini litsenziyasiga ega Hikmat Travel ofisiga kelganmiz. Xotamjon Qorakam bilan birgalikda hozir sizlarga to'liq ma'lumot yetkazib beramiz albatta. Bizni 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'radi. Sababi ko'pchilik yosh kattalar boryapti, ziyorat ibodatga albatta. Borgan inson kimdir tayyor bo'lsa, mana shu Andijon, Madina reysimiz bor ekan. Bugun xabar berishicha 28-ga joylar juda oz qolgan. Quyidagi nomerlar aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olib, agarda safarga kim tayyor bo'lsa, 12 ta viloyat, qo'shni davlatlar, SNG davlat, Tojikiston, Qirg'izistondan aloqaga chiqib, Instagram pasportingizni rasmiy olib tashlab bersangiz, viza biletingiz 24 soat ichida yoziladi. Ketish vaqtingiz 24 soat oldin ketuvchi insonga ogohlantiriladi. Kim musofirda bo'lsa, ota-onasini mana shunday sertifikatlar qilib, chiroyli o'zini pechatlari bor, litsenziyalangan Hikmat Travel sizlarga tabrik yo'llarini ham qilib, ota-onangizni xursandchiligini yana ham ko'nglini ko'tarish maqsadida shu narsalarni ham tashkil qilish uchun ishchi guruhlar Saudiyada va bu yerda ham xizmat ko'rsatilyapti. Assalomu alaykum, Qoraka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Assalom, xush kelibsiz aka. Rahmat, obunachilar bilan salomlashib olsangiz. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar va bizni kuzatib turuvchi barcha yurtdoshlar. Bugungi kunda hozir ko'pchilikda videoni qisqa qilamiz, vaqtini olmaymiz. Albatta, ko'p ish faoliyatingizdan kelib chiqqan holatda, sharoitlarda bugun Hikmat Travelda o'zida hozirda qanday xizmatlar ko'rsatilyapti va o'zingizdan ma'lumot olmoqchiman. Sababi ko'p 50 boshlar ustidan rahbarlik qilasiz va ziyoratchilarni u yerda olib borib, ziyorat qildirasiz, ibodat qilasiz va firma to'g'risida ham va oxirgi qabulimiz qachongacha odamlar orasida gap yuribdi. 5-aprel, 1-aprel va umuman martda oyda oxiriga yopiladi ekan. Ketganlar qaytib kela oladimi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, hozirgi kunda ushbu litsenziyaga ega bo'lgan Hikmat Traveldagi ruxsatnomamiz aprel oyida 11-chislasiga doğru uchishlikka ruxsat berilgan. Ya'ni uchib ketishlik, qaytib kelishlik emas. Uchib kelib O'zbekistondan chiqib ketishlik. O'zbekistondan chiqib oxirgi uchadigan reysimiz 11-aprelga to'g'ri keladi. İnşallah hozirgi kunda ayni damda har 2 kunda bir Andijondan, Namangandan, Farg'onadan va hamda Toshkentdan reyslarimiz bo'lib turibdi inshaalloh. Reyslar bo'lyapti, Vodiydan ham, Toshkentda deyarli har kun reys bo'lyapti ekan. Endi o'rtacha narxi necha pul bo'lyapti? O'rtacha narx hozirgi kunda $1200 dan boshlanyapti. Nimagaki, birinchi sababi samolyot biroz uzoqroq uchyapti. Oldin masalan 4,5 soat uchadigan samolyotimiz hozir 9 soat uchyapti. Ya'ni teng kerak bo'lsa uzoqroq uchyapti. Shuni hisobiga biroz biletlar narxi ko'tarilgan va hamda ayni damda hozirgi yangilik bo'lib turibdi bizga. Yaqinda o'sha 1 yillik shartnoma qildik Saudiya bilan. Gastinsamiz yaqin bo'ldi. Ya'ni 800 metr oraliq masofasida rayon gastinsasini shartnoma qilib 1 yilga oldik. Demak, mana shu videoda orqasidan joyini bron qilgan inson bundan bu yog'i 809 metrli rayon mehmonxonasiga kelib joylashib tushadi. Shunday bo'ladi. Masofasi juda ham yaqinlashibdi. Shoshilinglar, albatta kim bormoqchi bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Endi borgan insonga Toshkentdan ketadimi, Vodiydan ketadimi, sharoit qanday qilib beriladi va o'zini rasmiy o'zini ishchi guruhidan va diniy qo'mita tomonidan tayinlangan deyapti hozirgi kunda 50 boshda tayinlanib ketiladi. Albatta hozir o'sha masjidlardagi imomlar yoki noiblari, davlat imomlari, ya'ni xizmat ko'rsatib turgan insonlar o'sha Vodiydan uchayotgan reyslarimizda boryapti. Toshkentdan uchayotgan reyslarimizda o'zimizning malakali 50 yoshlar har bitta ketadigan reysimizda 50 yoshlar o'zlari birga olib ketadi. 14 kun mobaynida 50 yoshi birga borib, 14 kun birga ibodatlarni qilib, yana orqaga qaytishlikda o'sha 50 yoshi bilan birgalikda qaytadi. Madina Munavvarada ko'pchilik bir kecha yotyapmiz, ikkinchi kuni yuribmiz deyapti. Shu gaplar rostmi yoki 2 kecha, 3-kuni yuriladi asosan? Xo'p, Madina Munavvarada 2 kecha turiladi, 3-kuni yuriladi. 3 kunduz bo'ladi, demak. 3-kuni kunduzi ketiladi. 3-kuni kunduzi ketiladi. Makka Mukarramada necha kun bo'lamiz? Madina Munavvarada mehmonxonaning masofasi hammaga ma'lum. Birinchi marta borgan inson ham qarindosh urug' orasida borganlar bo'lsa, ziyoratga borganda baribir aytib beradi sharoitlarni. Shu o'rinda 200 metrda 50 metrgacha bo'ladi. Makka Mukarramada mehmonxonaning masofasini aytdik. Endi yosh katta insonlarga aravasi, dori vositasi, xizmat doirasida albatta qanday xizmatlar ko'rsatiladi. Misol paket ichiga, общий narx ichiga mana shu O'zbekistonda to'lab ketyapti. Bank shot raqam orqali yoki to'lov usullarini operator tushuntirib beradi.
Bundan tashqari oshxona to'lovi ham olinmaydi. Xo'p, bundan tashqari to'lov nimaga kerak bo'ladi desa, to'lov misol uchun inson kasal bo'lib qolsa, birinchi tibbiy xizmat firma tomonidan ko'rsatiladi. Bu firma tomonidan. Firma tomonidan birinchi tibbiy xizmat. Undan keyingi misol jarayonlarini o'zini o'sha dorilardan kelib chiqib turib, misol uchun hozirgi kunda mana insultlar bo'lyapti, og'ir kasallar bo'lyapti. Masalan, o'zini shaxsan oladigan ukollari bor. O'shalarni misol uchun biroz oshiqrog'i bilan olsin. Nimagaki u joyda misol ob-havo bizni iqlim bilan bir xil emas. Misol uchun bu joyda bitta qilinadigan narsa u joyda ikkita yoki uchta qilinishi ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga yetmay qolmasin degan maqsadda aytamizki buni masalan 14 kunlik oladigan emas, 20 kunlik oladigan dori ukolni olsa, uni chamadoniga solsa, bunga hech qanday qaytarishlik bo'lmaydi, muammo bo'lmaydi. Aeroportda ham muammo bo'lmaydi inshaalloh. Endi Madina Munavvarada ham Makka mukarramada alohida arava xizmatlari va umra amallarini bajarib qo'yishga va Madina Munavvarada farzandlar olib borsa bepul o'sha ko'rsatilgan xizmatlar bor. Aravacha beriladi. Endi bu yerda olgan ma'qulmi yoki Saudiyada berilsa ham baribir u yerda foydalangan yaxshimi? Xo'p, agar bu yerda olsa aeroportda ham qiylanmaydi. Nimagaki aravachilarda yo'lagi alohida bo'ladi. Hattoki samolyotga chiqayotganda ham samolyotga davr aravada olib chiqib qo'yadi. Samolyotga davr aravada olib chiqib qo'yadi. Shuni qulayliklari bor o'zi aslida. Aslida bu yerda aravada ketgani yaxshi. Aravada ketadigan yoshi katta insonlar. O'sha 14 kunlik standart paket ichiga o'sha grafik bo'yicha Madina Munavvarada Makka mukarramada o'sha ziyoratlar hozirda mavjud. Albatta. Hech qaysisi hozirda отказ qilinmayapti. Yo'q. Avtobus xizmati bepul bo'ladi. $1 rasxod qilmaydi. Boruvchi inson sayohat, ziyorat hammasi kiritilgan. Makka mukarramada 3 mahali o'zbek milliy taom. Ko'pchilik Saudiya yoki Pokiston ovqati deb yozishyapti. Bunday emas. Yo'q. O'zbek milliy taomi bo'ladi. Madina Munavvarada 2 mahal bo'ladi. 2 mahal bo'ladi. Bitta yurpa 50 bosh olib ketyapti. Kerakli savol. Bitta kanal ochiladi asosiy shu yurpa uchun yoki общий yurpaga yoritib bo'linadi videolar, rasmlar. Asosiy o'sha bitta kanal, har bitta ketayotgan 50 yoshi o'ziga alohida kanal qiladi. O'sha kanalga olib boraveradi. O'sha kanal orqali misol yosh katta insonlar endi oddiy telefon ishlatadi. Sensorli telefonda biz yoshlar tushunamiz. Shu maqsadda farzandi bu yerda bexavotir jo'natgan inson ham kuzatib borsa bo'laveradi. Bo'ladi. Boragan insonga birinchi o'rinda nima tavsiya qilasiz? Tanlovda adashmasdan yoki to'lov usullariga bu qaytishdan muammo bo'lmasligi uchun o'zini rasmiy litsenziyasiga ega xizmatlarni tanlagan bo'larmiz. Albatta. Do'stlar, to'liq ma'lumot berdik degan umiddaman. Videoni qisqa qilamiz. Ko'pchilikning vaqtini olmagan holatda, sababi ko'pchilik endi ishda ko'rayotgan bo'lishi, Yevropada ishda bo'lib ko'rayotgan yoki vaqtini ayamasdan ko'rgani uchun ular ham katta rahmat. 12 ta viloyatdan aloqaga chiqaverasizlar. Otamjon Qorakamizdan bemalol o'zlari xizmatda agar ofisga kelsa ham ma'lumot beraveradi. Albatta. Pasportlar taqdim etib, joyingizda bron qilib yozdirishingiz mumkin. Agar siz Vodiydan, Vohadan yoki Sirdaryo, Surxondaryo, Buxorodan bo'lsangiz, kelishga sharoitingiz bo'lmasa, Telegram, WhatsApp quyidagi nomerdan aloqaga chiqib, pasportingizni onlayn yozdirish imkoniyati bor. To'lov olinmaydi, ortiqcha. To'lov olinmaydi oldindan. Zakrada olinmaydi. Yo'q. Aeroportda yoki bank shot raqami orqali chet eldagilar uchun qulay to'lov qilib bergan. Ota-onasini jo'natayotgan inson. Aloqaga chiqaverasizlar, biz esa sizlar uchun xizmatdamiz. Aloqaga chiqsanglar, to'lovga yana operator 24 soat kelib javob beradi. Salomat bo'linglar, kattakon rahmat hammaga.